Blogerlarni birgina telefon orqali to'g'ri syomka qilish sirlarini men sizga hozir o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta sizga foydali bo'ladi. Agar siz asosan Instagram uchun kontent qiladigan bo'lsangiz, syomkalarda iPhone ishlatganingiz ma'qul. Sababi Instagram bilan iPhone o'zaro shartnomasi bo'lib, iPhone da yuklangan videolar ko'proq natijaga erishadi. Kamera tozaligiga doimo e'tibor qarating, chunki shoshilinch vaziyatlarda sifatsiz kadrlar aynan kameraning xiraligidan kelib chiqadi. Shuning uchun doimo yoningizda ko'zoynak artadigan qo'ramolchadan foydalaning. Kiyimlaringizga artib o'tirmang, sababi kiyimlar kamerani qirish ehtimoli mavjud. Eng asosiy sir bu telefonni to'g'ri ushlash texnikasi. Aynan ko'pchilik blogerlarimiz telefonni mana shunday ushlashadi. Sababi ham oldi tomonni syomka qilishga qulay, ham o'zini qayta syomka qilishga juda ham qulay. Doimo tasvirga olayotgan paytingizda 1x ta tasvirga oling. Kamera oldida ishlayotganingizda hayajon va uyatchanlikni chekkiga yig'ishtirib qo'ying. 5-qadam kommentariyada syomka so'zini yozib qoldiring va men sizga qanday qilib kamerani to'g'ri sozlashni, kamera oldida qanday gapirishni, hayajonni yengishni barchasini faylini tashlab beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, saqlab qo'ying va barcha bloger bo'lmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.